Tadbirkorlarni naqadki grupasida aylantirib ham mumkin. Tadbirkorlar. Nafaqat tadbirkorlarni, mana shularda o'tirganlarni, ustozimizni, ijodkorlarni tabriklaymiz. Rahmat. Muxtor Xolipovni qo'shiqlaridan so'rashyapti. Aziz aka Goyipov davr guruhining yakkaxon solisti, elimiz, xalqimiz suygan san'atkor, iste'dodli xonanda, umuman tinib tinchimas ijodkor. Aziz aka kayfiyatlar qanaqa? Endi muxlislar so'rashyapti, marhum Muxtor Xolipovni qaysi qo'shig'i? Ko'pchilik so'ragan tarona retro tarona degan bo'ladi. Mazmuni ham juda bir mohiyatli, uni qo'ldan kelgancha ijro qilamiz. Oyning 15i qorong'u, 15i yog'du. Muhimi jonli tarzda qo'shiqlar ijro eting. Marhamat. Tog'i toshlarning chiroyi lola gul og'u bilan xasta ko'nglimning quvonchi ulkaman abri bilan naylayin dardimga parvo qilmading kulgu bilan oyning 15i qorong'u 15i yog'du bilan umrining oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan. Rahmat, zuzur bo'lyapti. Maza. Dardi hijron ezdi bag'rim, naylayin shovu sabo, shul ekan sevgan sevishgan, hech abru jafo, naylayin dardimga parvo qilmadi kulgu bilan. Yorni men jonim deb aytsam, Yashang. behayo deb o'ylamang. O'lmang hofiz. U yashar mensiz va lekin biz tirikmiz u bilan. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ijodingizga ijodingizga omad tilaymiz. Charchamang. Salomat. Xudo xolasa muxlislar yana ham yangi ijodlar, yangi qo'shiqlar, yangi